Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Bugungi darsimizga xush kelibsizlar. Hozir bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda yutuqli test birinchi modulda to'liq tahlil yechimlarini ko'ramiz. Kecha kanalimizga yuborgandik eslaringiz bo'lsa, ana o'shani tahlil yechimi bo'ladi. Xo'p, iloji boricha yaxshilab joylashib olsalaringiz, sekin tahlil yechimlarini ko'rib ketamiz. Length degani bizda uzunlik. Hozirgi holatda aynan nimani uzunligi haqida gap boryapti. Of deganining each degani aynan nimani uzunligini aytyapti. Each side degani har bir tomon. Demak, hozirgi holatda har bir tomonni uzunligi triangle degani bizda uchburchak. Xo'p, aynan qaysi uchburchak? A uchburchak har bir tomonni uzunligi 270 ga teng bo'layotgan ekan. Xo'p, buni mana bunaqa qilib belgisam bo'ladi. XA desam, aynan o'sha XA'imizni har bitta tomoni 270 tomonlarni. Endi length degan uzunlik, off deganining each side degani esa har bir tomon. Yana xuddi shunaqa aytyapti. B uchburchakning har bir tomoni, misol uchun x bimiz nimaga teng bo'lyapti? Is degani bo'lish, aynan x bimiz hozirgi holatda double degani 2 marta. Aynan 2 marta nima? Length of each side of triangle A. Length degani uzunlik, of deganining, each degani esa har bir tomon. A tomonni uzunligidan 2 marta ko'p ekan. Misol uchun, A tomonni uzunligini XA degandim, o'shani 2 marta ko'p, ya'ni 2XA ga teng bo'ladi x bimiz. Endi sizlardan nimani so'ragan hozirgi holatda? What is degani nima bo'lish? Length degani uzunlik millimetrlarda, of deganining hozirgi holatda each side of triangle B. Ya'ni each side degani har bir tomon. Xo'p, B ni har bir tomon uzunligini so'rayapti. Mana x b qilib belgilagandik, o'zi oson. X bimiz shunda ikkita x agi yoki x ni o'rniga 270 dan foydalansam, shunda 540 ga teng chiqar ekan. Aynan C javobga to'g'ri kelyapti. Qolgan javoblarimiz o'z navbatida noto'g'ri. Xo'p, birinchi savolda to'liq ko'rib chiqdik. Endi ikkinchi savolga ham o'tsak bo'ladi. Mana ikkinchi savolimizga ham e'tiborni qaratsin. Yaxshi savollar bor endi. Hozircha boshida sal osonroq kelgan. Xo'p, carry'da has degani bor bo'lish. Aynan carry'da nimasi bor bo'layotgan ekan hozirgi holatda? S dollar va marjanida M dollar bor ekan. Xo'p, endi qaranglar. Misol uchun hozir bizda carry'ga S desam bo'ladi va marjaniga M desam bo'ladi. Boshqa harflar bilan kelgan ekan. Misol uchun bunaqa S, bunda M, shunchaning uchun kichkina M kelgan. Endi carry'da has degani bor bo'lish, 4 times degani 4 marta. 4 marta as many degani ko'proq. Hozir shunda mana S haqida gap boryapti. S'imiz nimaga teng bo'ladi? Carry has degan. O'shaning uchun carry'dagi pulimiz S edi. 4 marta nima? Marjamidagi pul bilan. Ya'ni 4M. Hozir marjamidagi bizda M bo'lgan. O'shaning uchun 4M bo'ldi. Va together degani biz birgalikda, hozirgi holatda demak birgalikda ularning qancha pul bor ekan? Birgalikda they have a total of 40 dollar. Total degani bizda umumiy. Misol uchun aynan bizda carry'da S, marjanida M bo'lsa, birgalikda S plus M imiz 40 bo'ladi. Ikkalasini umumiy puli. Mana hozirgi holatda ikkalasini ham berilgan javob A javobda berilgan. S teng 4M va S plus M ni 40 qilib, o'shaning uchun A javob to'g'ri qilib belgilayman. Qolgan javoblarimiz o'z navbatida noto'g'ri. Xo'p, boshida sal osonroq savollarimiz kelgan ekan. Xo'p, uchinchi savolimizga ham e'tiborni qaratsin. Uchinchi savolimizni qanday yechsam bo'ladi? Mana birinchi gapni o'qimasalaringiz ham bo'ladi. Sababi birinchi gapda hech qanaqa aynan o'zgarishga oid so'zimiz yo'q. Ikkinchi gapdan boshlab o'qigan bo'lsam, when degani qachonki, he started selling the toys degani u to'y degan o'yinchoqlarni sotishni boshlaganda deb tarjima qilsak bo'ladi menimcha.
u o'yinchoqlarni sotishni boshlaganda deb tarjima qilaylik. Demak, qachonki u o'yinchoqlarni sotishni boshlaganda, there were degani u yerda, demak hozirgi holatda u yerda nima bo'lgan ekan? 2800 ta to'ys bo'lgan ekan. Xo'p, qaranglar, hozir bizda 2800 boshidagi qiymat bo'lyapti. Endi at the end of each week, misol uchun each degani bizda har bir, week degani esa hafta. Xo'p, at the end degani esa oxirida. Demak, hozirgi holatda har bir haftani oxirida deyapti. At the end degani bizda oxirida. Demak, har bir haftani oxirida for 3 weeks after Anton started selling the toys. Hop, for degani uchun 3 weeks degani 3 hafta davomida. After degani keyin. Har bir haftaning davomida, demak, Anton bu bolaning ismi started selling the toys degan o'yinchoqlarni sotishni boshlagandan keyin. Hop, har bir haftaning oxirida qanchaga o'zgarayotganini aytadi bizda. Number of toys degani bizda hozirgi holatda o'yinchoqlarning soni, number of degani bizda soni, in the collection degani kolleksiyadagi, had degani bor bo'lish, decreased degani esa kamaygan. Demak, o'yinchoqlarning soni qanchaga kamaygan ekan hozirgi holatda? By degani bizdagi 1/2 ga kamaygan ekan. At the end of the previous week. Previous degani oldingi. Oldingi haftaga nisbatan 1/2 ga kamaygan ekan. Xo'p, endi which equation gives the number of toys degan. Misol uchun which equation degani bizda aynan qaysi tenglama. Xo'p, hozirgi holatda aytganki, qaysi tenglamamiz? Gives degani bermoq. Aynan nimani berishni xohlayapman hozirgi holatda? Number of degani soni, to'ylarning soni s ekan bizda. Kolleksiyadagi v weeks after degani v haftadan keyin. Anton started selling the toys. Qaranglar, hozir bizda mana bu previous degan so'z bo'lgani uchun aynan ko'rsatkichli funksiya bo'lyapti. Buni s ni oxirgi qiymat desam 2800 bizda boshlang'ich qiymat bo'ladi. Endi 2800 boshlang'ich qiymat o'zgarishi nima yoki asosimiz nima bo'lyapti? Bu yerda decreased by 1/2 degan. Xo'p, demak 1/2 ga kamayadi degani bizda asosni, misol uchun mana 1 minus 1/2 desalar ham bo'ladi yoki yarmi kamayapti shu. Asosimiz yarim. 1/2 kamaydi degan shu narsa. Endi darajada so'ralgan vaqtimiz nima? Hozirgi holatda v weeks after degan, ya'ni v haftadan keyingi holatni so'rayapti. Chunki after degani bizda keyin. So'ralgan vaqtimiz v. Undan keyin each week degani har bir hafta. Demak, asosni o'zgarishiga bir hafta ketyapti. Mana v week qilsam, asosni o'zgarishiga bir week ketyapti yoki har bir haftada. Endi buni sal chiroyliroq qilib yozadigan bo'lsam, mana bu narsaga teng bo'lyapti shu qilib. D javobga to'g'ri keladi. Qolgan javoblarimiz o'z navbatida noto'g'ri. Xo'p, hammaga tushunarli bo'ldimi? 2800 da boshlang'ich qiymat ekanligi mana bu yerda started degan so'zimiz bor, boshlangan degan. O'shanga qarab bildim. Asosimiz 1/2 ni bu yerda 1/2 ga kamaygan degan, o'shanga qarab bildimda. Hozirgi holatda. Keyin W hafta bizda so'ralgan vaqtimiz edi. Yo'q, 2800 kara 2 bo'lmaydi. Bu yerda previous degan so'zimiz bo'lgani uchun oldingi haftadagiga nisbatan har doim o'zgaryapti. Ko'rsatkichli funksiya bu. Previous kalit so'zda. Xo'p, 3-savolimiz ham ketdi. Endi 4-savoliga o'taman. Mana 4-savolimizga Hamid borni qaratsin. Mana bu yerda tenglamani bergan. Endi sizlardan nimani so'rayapti? Misol uchun what is degani nima bo'lish? Hozirgi holatda solution degani yechim. To the given equation degani berilgan tenglamaga. Hozirgi holatda demak berilgan tenglamaga yechimni so'rayapti. Xo'p, men buni soddalashtirsam shunda iltizosida W bizda 28 minus 22 yoki 6 ga teng bo'ladi. Bu yerdan W ni 36 ga teng ekanligini aniqlab olsam bo'lar ekan. Endi osonroq masala bu ham. Xo'p, 4-savolni ham ko'rdik. Endi 5-savolga ham e'tiborni qaratsam, mana 5-savolimizda berilishi quyidagicha.
Hop, beshinchi savolda nima bo'lgan? Beshinchi savolda funksiyani bergan. Mana function f degani bizda aynan f funksiyamiz. Is defined degani aniqlanadi. Demak, hozirgi holatda f funksiyamiz qanday aniqlanayotgan ekan? By degani bizda orqali. Aynan mana bu yerda berilgan funksiya orqali. Endi what is degani nima bo'lish? Aynan sizlardan nimani so'rayapti? Value of f2. Value degani bizda qiymat, of degani esa ni. Aynan f2 ni qiymatini so'rayapti misol uchun. F2 degani x dan 2 bo'lganda funksiyani qiymati. Shunda 7 karra, mana bu x o'rniga 2 qo'yaman. 7 karra 2 ning kubi plus 6. Shunda 7 karra 8 plus 6 bo'lyapti. Bu degani 62 bo'lar ekan javobi. Javob 62. Beshinchi savolimizda ham yechimini ko'rdik. Endi oltinchi savolga o'tamiz. Oltinchi savolimizga ham Hamid borni qaratsin. Hop, oltinchi savolda funksiyani bergan. Mana function degani bizda hozirgi holatda funksiya. Aynan funksiyamiz gives degani bermoq. Nimani berayotgan ekan? Predicted height. Demak, qaranglar, mana bu yerda fx ni balandligi ekanligini bilsam bo'ladi. Height yoki balandlik. Above the ground fx in feet. Ya'ni bizda above the ground degani yer ustidagi, ishqilib yer ustidagi balandlik ko'rsatyapti-da. Of deganining aynan nimaning balandligini ko'rsatyapti? Model airplane x minutes after it begins to descend. Hop, endi misol uchun x ni men vaqt bo'layotganini bilsam bo'lardi. Minutlarda kelyapti-da. Hop, endi sizlardan nimani so'ragan? Mana bu descent degan adashmasam pastga tushish, qulash yoki. Hop, what is degani nima bo'lish? Hozir aynan sizlardan nimani so'ragan? Predicted height above the ground yoki aynan balandlikni so'rayapti, ya'ni fx ni qiymatini of the model degan misol uchun of degani ni aynan modelni 2 minutes after it begins the descent. Ya'ni qaranglar, mana bu yerda bir xil narsa kelyapti-da. Faqat x o'rniga 2 kelgan. Sababi x o'rniga 2 kelgan. X minus demayapti-da, bu yerda 2 minut deyapti. X dan 2 bo'lganda fx qiymatini topishim kerak. O'rniga qo'yaman. Shunda fx teng nima bo'ladi? -30 ko'paytirilgan 2 plus 310 yoki hozirgi holatda bizda qiymati 250 ga teng bo'lyapti. 250 yoki B javobni to'g'ri qilaman. Qolgan javoblarimiz o'z navbatida noto'g'ri. Xo'p, bu bizda 6-savolga yechim bo'ldi. Endi 7-savolga ham o'tsam bo'ladi. 7-savolga Hamid e'tiborni qaratsin. Mana 7-savolimizni berilishi quyidagicha. Xo'p, solution degani bizda yechim. Hozirgi holatda to the given system of equations degani berilgan tenglamalar sistemasiga. Xo'p, demak, berilgan tenglamalar sistemasiga yechimlarni aytyapti. Yechimlarimiz x va y bo'layotgan ekan. Endi what is degani nima bo'lish? Aynan sizlardan nimani so'rayapti? Value of 4x, ya'ni 4x qiymatini so'rayapti. Qaranglar, tepasidagidan pastdagini ayirsam, ya'ni 2x dan -2x ayirsam 4x chiqadi. Chunki 2x minus 2x da 4x chiqyapti. Endi qaranglar, mana bu yerda 7y qisqaradi ikkalasi. 9 dan 3 ni ayirishim kerak. Shunda 6 qolyapti. Boshqa tarafdan mana bu narsamiz bizda 4x bo'ladi. 4ximiz 6 ga teng bo'lar ekan. Hozirgi masalamizga yechim. Xo'p, imtihonda ham xuddi shunga yaqinroq savollar tushadi. Ya'ni bizda berilgan mana shu yutuqli testimiz imtihon darajasida hisoblanadi. Endi qaranglar, mana shu masalamizni sizlarga maslahatim, srazi boshlang'ich joyini o'qinglar. Ya'ni oxirini o'qisak o'zi tushunib olsak bo'ladi. Mana bu joyigacha o'qishlari shart emas, o'zi oxirida o'qib boshlasam bo'ladi. Bu yerda aytgan to the nearest whole dollar, bu degani to the nearest degani bizda eng yaqin. Xo'p, aynan hozirgi holatda savolda nima deb so'ragan? Eng yaqin dollargacha yaqinlashim kerak. What is degani nima bo'lish? Aynan sizlardan nimani so'rayapti hozirgi holatda? Amount of initial deposit. Amount degani bizda miqdor. Initial depositni miqdorini so'rayapti. Bundoq qarasangiz, initial depositni boshlang'ich qiymat. Initial degani bizda boshlang'ich.
estimated by the graph. Endi estimated degani baholangan. By degani esa orqali. O'zi qaranglar, mana bu yerda x o'qi bor, y o'qi bor. Misol uchun x ni bu yerda aytgan. Time degani vaqt. Since initial deposit, misol uchun since degani bizda dan beri. Aynan initial deposit degani boshlang'ich miqdor. Boshlang'ich miqdordan keyingi vaqtimiz. Agarda bizda boshlang'ich miqdor so'rayotgan bo'lsa, x teng 0 bo'lgan holatni so'rayapti. Nimaga unaqa qildim? Sababi bizda aynan x imizni since deganidan beri, aynan boshlang'ich miqdor kirgizilgandan beri o'tgan vaqtimiz ekan. O'zi y dagi narsa bizda qiymati, bank account boshlang'ich qiymatini topsam bo'ladi. X teng 0 bo'lgan holat mana. Mana bu joy. Endi bunda yaqinlashtirib qarasalaringiz ham 35 ga to'g'ri keladi taxminan. X teng 0 bo'lganda y teng 35 bo'lyapti. Xo'p, hammaga to'liq tushunarli bo'ldimi? Hech kimda ortiqcha muammolar yo'qmi? Agarda muammolar bo'lmasa, tasdiqlab yuboringlar iltimos. Hop, to'rtinchi savolni mayli yana qaytadan tushuntiraman. To'rtinchi savolda qarang. To'rtinchi savolda ishqilib 22 ni bu yoqqa ayirib o'tkazib yubordim. W 36 ga teng bo'ldi-da. Oltinchi savolda fximiz balandlik ko'rsatgan, ximiz vaqt. Misol uchun x teng 2 bo'lganda, mana x o'rniga mana bu yerga e'tibor qarating. 2 kelgan. O'shaning uchun x teng 2 bo'lganda balandlik so'ragan. Xo'p, mayli davom etamiz. 8 savol ko'rdik. Endi 9-chi, 10-chi. To'g'ri, birinchi modul ozgina osonroq. Lekin yaxshi savollari ham bor misol ichida. Sekin-sekin imtihon darajasi ham xuddi shunaqa. Imtihonda ham shunga yaqinroq savollar tushadi albatta. Endi imtihonga kimdir kirsa, oldin aytib qo'yib, shunaqa darajada tushadi to'g'risi. Bundan ortiq tushmaydi. Xo'p, 9-savolimizga ham e'tiborni qaratsin. 9-savolda qanday yetsam bo'ladi? Mana bu yerda bizda aynan bergan tenglamalar sistemasini. Xo'p, what is degani nima bo'lish? Aynan sizlardan nimani so'ragan? Solution degani bizda yechim. Aynan x, y yechimni. To the given system of equations. Demak, berilgan tenglamalar sistemasiga x, y yechimni so'rayapti. Qaranglar, bu yerda tepasidan pastga ayiraman, shunda y-larimiz qisqaradi. Shunda 0 teng. Qaranglar, hozir men -12x dan -20x ta ayirayapman. 8x chiqadi. Xo'p, 16 dan 24 ta ayirsam -8. Bu yerdan aynan x ni 1 ga teng ekanligini bilsam bo'ladi. Endi x o'rniga 1 mana bu joyga qo'ysalar, y qiymati nima chiqadi? Y qiymati -12 karra 1 plus 16 yoki 4 chiqadi. Endi birinchi x ni keyin y yozamiz. X qiymati 1, y esa 4 chiqdi. O'shaning uchun 1 u 4 yoki A javobga to'g'ri kelyapti bu masalamiz yechimi. Xo'p, 10-savolga ham e'tiborni qaratsin. 10-savolni qanday yechsak bo'ladi hozirgi holatda? Rectangle degani bizda to'g'ri to'rtburchak. Has a length degan. Qaranglar, o'zi to'g'ri to'rtburchagimizda lengthsi bo'ladi va uni widthsi bo'ladi hozirgi holatda. Xo'p, to'g'ri to'rtburchagimizda lengthsini aytgan. Is degani bo'lish. Shunda lengthsimiz nimaga teng bo'lyapti? A ni 73 times degani 73 marta aynan uni widthsiga teng bo'lyapti. Shuning uchun 73 b qilsam bo'ladi. A ni 73 b ga teng ekanligini bildim.
Endi mana bu yerda aytgan function deb turib funksiya hozirgi holatda demak 73 w ko'paytirilgan w bu yerda represents this situation. E'tibor qaratinglar, bizda o'zi aylanani yuzasi a karra b imiz nima bo'ladi? Agar a ni o'rniga b ga bog'liq ifodadan foydalansam 73b karra 73b karra b bo'ladi. Xo'p, o'zi bu yerda ham xuddi shu narsani aytgan. Ya'ni where y is the area. Hozir where degani bizda bu yerda y is the area degani is degani bo'lish, area degani esa yuza. Hozir bizda aynan y emas, yuza bo'layotgan ekan. In square feet ya'ni kvadrat fitlarda of deganining aynan nimaning hozirgi holatda rectangle to'rtburchakda va w miz 0 dan katta ekan. Qaranglar, mana bu yerda yozilgan narsa bilan mana bu yerda yozilgan narsaga qarab turib solishtirsangiz bo'ladi. Misol uchun savolda nima deb so'ragan? Which of the following degani quyidagilardan qaysi biri is degani bo'lish, aynan nima bo'lishini xohlayapman? Best interpretation degani eng yaxshi talqin. Xo'p, aynan hozirgi holatda nimaga eng yaxshi talqinni xohlayapman? Xo'p, of deganining 73w ga xohlayapman. Qaranglar. Mana bu yerda 73w bizda 73b bilan bir xil narsa. Endi mana bu yerda w, bu yerda b unchalik ahamiyati yo'q. Men prosta harf bilan belgiladim, a qilib b qilib. Hozir 73w ning o'rnida 73b kelyapti. Endi 73b imiz boshqa tarafdan a edi. Eslaringiz bo'lsa, a ni 73b qilib belgiladim. Ya'ni bizda a imiz 73b ga teng yoki boshqa tarafdan 73w ning o'rnida kelyapti. Xo'p, endi 73w ga ta'rif ber degan boshqa tarafdan bu a degan. A ni men nima degandim? A ni aynan men length deb aytgandim, to'g'rimi? Demak, hozirgi holatda javob length bo'ladi mana. Length of the rectangle. Yoki aynan a javobga to'g'ri kelyapti. Qolgan javoblarimiz o'z navbatida noto'g'ri. Xo'p, hammaga to'liq tushunarli bo'ldimi? Hech kimda ortiqcha muammolar yo'qmi? Agarda muammolarsiz to'liq tushungan bo'lsalaringiz, tasdiqlab yuboringlar, iltimos. Ha, ikkinchi modulda hozir ulgurganimizga ko'raylik. Men shunga qarab ish qilamiz. Xo'p, nimaga s emas? Chunki bu yerda difference degani farq. Agarda sizdan between degan orasida length bilan width orasida deb so'raganda, misol uchun bu yerda length emas 73w kelyapti aytganimdek. W imiz esa width 72w degan narsani aytyapti misol uchun. Lekin bizdan 73w ga eng yaxshi ta'rif so'ragan. Hop, qaranglar, agar 72w desa, S javob belgilardingiz, lekin bu yerda 73w sababi aynan A imiz bu yerda 73w ning o'rniga kelyapti. Hop, 11-chi savolimizga ham hamma e'tiborni qaratsin. 11-chi savolni qanday yechsam bo'ladi? Endi bu foizga oid masala. Qaranglar, buni belgilab ishlaymiz. Hop, entomologist place degani qo'ygan. Aynan nimani qo'ygan ekan? Initial population. Hop, initial degani bizda boshlang'ich, population degani aholi. Boshlang'ich aholimiz 40 ta mana shu narsa bo'lgan ekan. Type degani tur. Aynan mana bu narsani turi. Ishqilib nima desam ekan? Faqatgina soniga qarab turib o'zgartirib borsalaringiz bo'ladi. Mana bu yerda 40 ta initial population bo'ldi. Mana shu narsani bilaman. Endi oldida misol uchun son yo'qda. Bu yerda oldini o'qimasalaringiz ham bo'ladi. Baribir son yo'q. Unchalik e'tibor qaratmasalaringiz bo'ladi. Keyin yana son joyini o'qib ketaverasizlar. Misol uchun mana bu joyini yana o'qimayman, chunki hech qanaqa son yo'q. Endi davomini o'qiydigan bo'lsam mana when degani bizda qachonki
Demak, hozirgi holatda aytyaptiki, number of tenebrio monitor in the habitat. Number of degani bizda soni. Eslaringizda bo'lsa, demak, nimaga yetgan ekan? O'sha narsani soni reach degani yetgan. Aynan nimaga yetgan ekan hozirgi holatda? Xo'p, 170% of the initial population. Demak, initial populationimiz 40 edi. Aynan bizda uni aholisini 170% ga erishdi deyapti. Demak, 40 ni 170% dan aniqlasalaringiz, hozirgi holatda 68 bo'ladi, misol uchun. Xo'p, endi 40 tadan 68 ta bo'lganda deyapti, bundoq qarasalaringiz. Xo'p, endi aytyaptiki, mana bu odamimiz moved degani ko'chirgan. Aynan nimani ko'chirgan ekan hozirgi holatda? 75% of the tenebrae molitor to a second habitat. Xo'p, hozirgi holatda e'tibor berganlaringizdek, bizda 40 tadan 68 ta bo'lgan bo'lsa, ularni 75%ni off deganining mana shu Tenebre molitorda aholisini second habitat degan ikkinchi anoyi ko'chirgan ekan. Endi bizdan so'ragan narsasi how many degani nechta? Hozirgi holatda aynan nechta degan? Bizda Tenebrio monitorimiz didzi mana bu narsamiz move degani ko'chirish to the second habitat, ya'ni second degani ikkinchi. Qaranglar, o'zi bizda 68 ta bor edi. Endi ular 75% ni ko'chirgan bo'lsa, hop, demak 68 da 75% ni ko'chirgan. O'shanda 51 ta ko'chirgan bo'lar ekan. Sizlardan nechta ko'chirganini so'ragan. O'shaning uchun 51 ni belgilab qo'yaverasizlar. Hop, 11-savolimiz ham ketdi. Endi 12-savolimizga o'tamiz. 12-savolimizga Hamid borni qaratsin. Hop, 12-savolda aytyaptiki, for degani uchun polynomial function degani bizda ko'pxat funksiya. Demak, hozirgi holatda ko'pxat funksiya f ni bergan va graf degani bizda grafik. Aynan nimani grafiki haqida gap boryapti? Of degani bizda ning. Demak, mana bu y teng fx funksiyamizni grafigi in the xy plane degani x y o'qida. Xo'p, x y o'qida nima bo'libdi? Passes through. Qaysi nuqtalar orqali o'tar ekan? Points degani bizda nuqtalar -3 0, 1 0 va 4 0 nuqtalar orqali o'tayotgan ekan. Ya'ni mana bunaqa narsa. X o'rniga -3 qo'yganlaringizda funksiyani qiymati 0. Hop, x o'rniga 1 qo'yganlaringizda funksiyamizda qiymati 0 va x o'rniga 4 qo'yganlaringizda funksiyamizning qiymati 0. Hop, which of the following degani quyidagilardan qaysi biri must be degani zarur yoki shart. Aynan nima zarur yoki nima shart bo'lishini xohlayapman? Factor of fx. Hop, factor degani bizda ko'paytma. Aynan fx ni ko'paytmasi yoki qavsi bo'ladi degan. Qaranglar, hozir men fx funksiyamizda mana shunaqa qavslari bor deya olaman. Ya'ni qaysi qavslar? Bittasini x plus 3 deyman. Nimaga? Sababi x teng -3 bo'lganda funksiyani qiymati 0 bo'lyapti. Y imiz yoki fximiz. Yana bittasini x minus 1 deyman. Sababi x teng 1 bo'lganda o'sha y da yoki funksiyani qiymati 0. Yana bittasini x minus 4 deyapman. Hozir 0 bo'ladi ish qilib. Endi mana qaranglar. Uchalasidan qaysi biriga to'g'ri kelgan? Bu yerda uchalasidan aynan C javobdagi to'g'ri kelgan. Qolganlari o'z navbatida noto'g'ri. Chunki x minus 1 borda bu yerda. Hop, bu aynan bizda 12-savolga yechim bo'ldi. Endi 13-savolga o'taman. Hop, 13-savolimizga Hamid borni qaratsin. 13-savolni qanday yechsam bo'ladi? Hop, bu yerda circle degani aylana. Hop, aynan aylanani bergan. Has degani bor bo'lish. Aylanamizni nimasini aytyapti? Circumference degani uzunligi. Yoki bundoq qarasalaringiz, bizda circumference degani nima degani? Circumference degani bizda 2 pi degan. Aylana uzunligi 2 pi edi. 2 pi'imiz boshqa tarafdan 89 pi ga teng bo'layotgan ekan. Of deganining hozirgi holatda. Endi what is degani nima bo'lish? Hozirgi holatda aynan sizlardan nimani so'rayapti? Diametrni so'rayapti, santimetrlarda. Of the circle degani aylanani. Aynan aylanamizni diametrini so'rayotgan ekan. Qaranglar. Xo'p, aylana uzunligini 2 pi dedim. Boshqa tarafdan 89 pi ga teng bo'ldi, to'g'rimi?
Xo'p, endi bizda eslaringizda bo'lsa, buni boshqa tarafdan dp qilib yozsalaringiz ham bo'ladi. Nimaga? Chunki bizda d emas, ikkita radiusga teng. Ya'ni aylanma uzunligida. Bu yerdan diametrda 89 ga teng ekanligini bilsalaringiz bo'ladi. Xohlasalaringiz mana bu yerdan radius topinglar. 44,5 chiqadi. Keyin mana bu yerga qo'ysalaringiz ham baribir 89 chiqadi har tomondan. Xo'p, bu bizda 13-savolda yechimi bo'ldi. Endi 14-savolga ham o'tsam bo'ladi menimcha. Xo'p, 14-savolimizga ham hamma e'tiborni qaratsin. 14-savolni qanday yechsam bo'ladi? Qaranglar. Bu yerda if degani agarda deyapti, mana bu ifodamiz berilgan bo'lsa, sizlardan nimani so'ragan? Xo'p, what is degani nima bo'lish? Value degani esa qiymat. Aynan nima qiymatini so'ragan? X plus 17 ni. Qaranglar. Bizda qachon, misol uchun qaranglar. Bu yerda x minus 17, x minus 17 bir xil son. Qaysi bir xil sonni ikkita narsaga bo'lsam, misol uchun bittasi 18 ga bo'lingan, bittasi 6 ga bo'lingan 0 chiqadi. Albatta 0 ni bo'lganlaringiz, ya'ni 0 ni 18 ga bo'lsalaringiz yoki 0 ni 6 ga bo'lsalaringiz baribir 0 chiqadi. Boshqa holatda bo'lmaydi. To'g'rimi? Faqatgina 0 ni ikkita turli xil songa bo'lsam, bir xil narsa chiqishi mumkin. Endi shunda mana x minus 17 ni o'rnida 0 kelayotgan ekanda hozirgi holatda. Bu yerdan x ni 17 ga teng ekanligini, x ni 17 ga tengligini topdim. Bu yerdan x plus 17 emas, 17 plus 17 yoki 34 ga teng bo'lar ekan. O'shaning uchun 34 bizda to'g'ri javob bo'ldi. Yoki D javob. Xo'p, hammaga to'liq tushunarli bo'ldimi? Hech kimda ortiqcha muammolar yo'qmi? Agarda muammolar yo'q bo'lsa, to'liq tushungan bo'lsalaringiz tasdiqlab yuboringlar. Tepasi bir xil bo'lgani uchun bu yerda ikkita qaranglar, ikki xil songa bo'linganda bu yerda. O'sha ikki xil songa bo'lingani uchun men bir xil qilib oldim. Hozirgi holatda misol uchun. Mayli, yana bir marta qaytaraman. Qaranglar. Bu yerda x minus 17 ni 18 ga bo'lgan va x minus 17 ni 6 ga bo'lgan. Ikkalasini ham teng degan. Endi bizda ikkalasida ham ustida x minus 17 kelgan-ku. Qaysi sonni ikki xil narsaga bo'lsak, bir xil narsa chiqadi. Misol uchun 18 ga bo'lganlaringiz ham, 6 ga bo'lganlaringiz ham bir xil chiqadigani bu 0. Misol uchun 0 ni 18 ga bo'lsalaringiz ham, 0 ni 6 ga bo'lsalaringiz ham baribir ham 0 chiqadi. Xohlagan boshqa sonni o'rniga qo'yib ko'ringlar. Boshqa sonlarda bu amalga oshmaydi. Demak, mana ustida, ya'ni x minus 17 ni o'rnida 0 kelyapti ekan. Xo'p, endi sizlardan x plus 17 ni yig'indisini so'ragan. X ni 17 ga teng ekanligini topganimdan keyin x plus 17 imiz mana. X ni o'rniga 17 qo'ydim. 17 plus 17 yoki 34 bo'ldi. Xo'p, hammaga to'liq tushunarli bo'ldimi? Hech kimda ortiqcha muammolar yo'qmi? Agarda muammolar bo'lmasa, to'liq tushungan bo'lsalaringiz yana bir bor tasdiqlab yuboringlar, iltimos. Chatimiz yo'q. Nima bo'ladi? Chim qoldirmayapti hech kim. Xo'p. 13 ta aylan uzunligini o'rnida 89 pi kelgan. Misol uchun, o'shaning uchun men diametr topdim. Diametrim ikkita radiusda. O'shaning uchun 89 bo'ldi misol uchun. Hozircha unchalik murakkab savolni ko'rganimiz yo'q. Imtihonda ham xuddi shunaqa birinchi modul nisbatan osonroq bo'ladi. Imtihon darajasi bilan bir xil savollar. Imtihondan qiyin bo'lsa qiyin, undan oson emas. Ya'ni imtihon bilan bir xil. Bundan qiyin tushmaydi imtihonda, shunga yaqin tushadi. Xo'p, 21, 22.
Ishqilib bizda 14 savolni ko'rib chiqibmiz. 15 savolimizga ham o'tsak bo'ladi menimcha. Ho'p, 15 savolimizga hamma e'tiborni qaratsin mana. Qaranglar. Hop, for degani bizda uchun, what value degani esa nima qiymati. Hop, aynan hozirgi holatda nima qiymati degan. Of deganining ani qaysi qiymatida. Ani qaysi qiymatida is degani bo'lish, ya'ni nimani bo'lishni xohlayapman. Mana bu narsamizni qaranglar. Bu narsa r ni 42 taqsim a-inchisi. Nimaga unaqa qilyapman? Chunki o'zini darajasi suratda yozilardi, ildiz darajasi mahrajda yoziladi. Xo'p, endi shuni nimaga teng degan? Ekvivalent degani bizda teng. Hozirgi holatda to deganiga aynan r ni 6 taqsim 7-siga teng degan mana. R ni 6 taqsim 7-sini yozdim o'shaning uchun. Hozir ikkalasi teng. Endi 42 taqsim a ni misol uchun asoslarimiz bir xil. 6 taqsim 7 ga teng desalaringiz, bu yerda 6a emas, proporsiya qilyapman deb. 42 karra 7 ga yoki 294 ga tengligini bu yerdan a ni 49 ga teng ekanligini topsam bo'ladi. Javobi 49. Xo'p, 15-savolimiz ham ketdi. Endi 16-savolimizga o'tamiz. 16-savolimizga hamma e'tiborni qaratsin. Hop, 16-savolimizda qanday etsak bo'ladi? In the xy plane degani bizda aynan x, y o'qida degan. Hozir lines passes through the point. Passes through degani orqali o'tish. S bizda nima orqali o'tayotgan ekan? Point degani nuqta, aynan 0, 0 nuqta orqali. Bu degan x o'rniga 0 qo'ysalar, y'imizda ham qiymati 0 bo'ladi degan. Va is parallel degan. To deganiga aynan nimaga parallel? Line degani bizda chiziq. Hozirgi holatda represented by the equation y teng 36x plus 6. Xo'p, represented degani bizda ifodalangan. Aynan qaysi chiziqqa parallel bo'lyapti hozirgi holatda? Represented degani ifodalangan, by degani esa orqali. Mana bu tenglama orqali ifodalangan chizig'imizga parallel bo'lyapti. If degani bizda agarda degan line saymiz also passes through degan orqali o'tish. Ya'ni nima orqali o'tayotgan ekan hozirgi holatda 9D nuqta orqali o'tayotgan ekan. Demak, bizda S chiziqni qayerdan o'tishi yozilgan. To'g'rimi? S chizig'imizni qayerdan o'tishi. Xo'p, 9D nuqta orqali. Buni quyidagicha qilaman, qaranglar. Xo'p, hozir bizda S chizig'imiz, ya'ni line S'imiz nima bo'lyapti? Line S'imiz mana bu tenglamaga parallel degan. Parallel to the line, ya'ni chiziqqa parallel ekan. Mana bu tenglama orqali ifodalangan. Xo'p, qachonki chiziqlarimiz parallel bo'lsa, x ta oldidagi koeffitsiyentlarimiz teng bo'ladi. Misol uchun y teng mx plus b ko'rinishida yozilsa, mana bu yerda 36 yozilganmi? Demak, S chizig'imizda ham m 36 bo'ladi. Sababi ikkalasi bir-biriga parallel. M1imiz M2 ga teng bo'lyapti. Yoki 36. Demak, S chizig'imizni y teng 36x plus b ko'rinishida yozsam bo'ladi. Sababi m ni o'rniga 36 yozdim, b imiz hozircha noma'lum. Endi S chizig'imizni mana bu nuqta orqali o'tadi degan mana lines passes through degan orqali o'tish 0, 0 nuqta orqali. Bu degani x da 0 bo'lganda y da ham 0 bo'ladi degan hozirgi holatda misol uchun. O'shaning uchun y o'rniga 0 yozaman, x o'rniga ham 0 yozaman. Shunda b ni topsam bo'ladi. Misol uchun b imiz 0 ga teng bo'lyapti. Xo'p, demak funksiyamizni to'liq ko'rinishi y teng 36x ko'rinishida bo'lar ekan. Hozir sizlardan nima degan? Aynan 9 d nuqta orqali o'tadi degan. Bu degani x teng 9 bo'lganda y qiymati d. Xo'p, o'rniga qo'ysam mana y teng 36x bor. Shunda y teng 36 kere 9 bo'lyapti yoki 324. Nimaga? Sababi aynan 9 d nuqta orqali o'tadi degan. X o'rnida 9, y o'rnida d kelyapti mana. D imiz yoki y imiz 324 ga teng. Sizlardan aynan d ni so'ragan joyi bor. Mana what is degani nima bo'lish? Value of d. D ni qiymatini so'rayapti. Xo'p, 16-savolimizni ham ko'rdik. Endi 17-savolimizga o'tamiz. 17-savolimizga hamma e'tiborni qaratsin. Circles degani bizda aylanalar.
hozirgi holatda demak A va B aylanlarimiz graf degan. R degani bo'lish. Aynan grafikda tasvirlangan ekan. In the xy plane degani bizda x, y o'qida. Endi circle A degani bizda A aylanamiz. Is represented degani ifodalangan ekan. Aynan qanday ifodalangan ekan hozirgi holatda? By degani bizda orqali. Aynan mana bu yerda berilgan tenglama orqali ifodalangan ekan mana. A ni tenglamasi bizda x plus 8 kvadrati plus y minus 8 kvadrati teng 64 ko'rinishida. Endi intersect degani kesishmoq, x axis. E'tibor qaratinglar, x axis degani x o'qi. Xo'p, aynan x o'qida kesishayotgan ekan, arrow S nuqtada. Xo'p, va e'tibor qaratinglar, B aylanamizni has its center arrow S degan. Ya'ni B aylanamizni has degani bor bo'lish, center degani esa markaz. Aynan markazini arrow S nuqtada degan ekan. Xo'p, va has a radius of the same length. Misol uchun has degani bor bo'lish. Aynan nimani bor bo'lishini xohlayapman. Same length degani bir xil uzunlik yoki teng uzunlik. Ishqilib ikkalasini ham mana bu yerda radius kvadrati o'rniga 64 yoziladi bunisida ham. Xo'p, endi qaranglar. Hozir bitta narsa qilaman. Hamma e'tiborni qaratsin albatta. Desmosga kiraman va sizlarga jarayonni ko'rsataman. Mana Desmosga kirdim. Undan keyin kalkulyatorni ochaman. Open Graphing kalkulyatorni bosib, hozir aylanani tenglamasini kirgizaman. X plus 8 kvadrati adashmasam plus y minus 8 kvadrati hozirgi holatda teng 64. Xo'p, endi qaranglar. Mana bu joyda demak x o'qida kesgan deganichi mana. X o'qiga qarayman. Mana bu tarafimiz x o'qi edi. Mana x o'qida kesgan joy mana bu yer. Ko'rib turganlaringizdek -8 va 0 nuqta. Endi bizda aylana tenglamasi o'zi x minus a ni kvadrati plus y minus b ni kvadrati teng radius kvadrat. Endi radius kvadrat bu yerda ham bir xil degan. O'shaning uchun mana bu yerda 64 keladi. Xo'p, endi a ni o'rnida -8 kelgan. O'shaning uchun x minus minus 8 kvadrat bu degani bizda x plus 8 kvadrati degan. Y minus b ni kvadrat, b ni o'rnida 0 kelgan, y kvadrat. Mana men bu markazlarni o'rniga qo'yib yubordim. Chunki aynan x o'qida kesgan nuqtalarni arrow S degan o'shani markaz degan bizda. Mana hozir bizda b aylanani tenglamas quyidagicha bo'ldi. Kimdadir mana shu joyda savol bo'lsa, bemalol so'rash mumkin. Men Desmosda hech kerak masalan, Desmos osonroq endi. Qo'lda ham yechsalaringiz bo'ladi-yu. Desmos osonroq to'g'risi. Xo'p, mana shu tenglamani hozir javoblardan belgilayman b aylanaga. Aylanani tenglamasini kirgizdim. X o'qida kesgan joyini ko'rdim. Tasavvur qilishga osonroqdi. Keyin shu narsani amalga oshirdim. Mana x o'qida kesgan nuqtalari bizda -8 0. Mana -8 0 markaz deyapman. A ni o'rnida x minus minus 8 o'shaning uchun x plus 8 bo'ldi va y minus 0 64. Y kvadrat qayerdan keldi? Mana bu yerda y minus b ni kvadrat edi. Mana b ni o'rnida 0 kelyapti. Hozir aylanma markaz. Chunki buni kesishgan joylarni markaz degan erosini. Mana bu bdagi misol ydagi nuqtamiz bu markaz bo'lyapti-da. 0 bo'lsa baribir ham hech narsa emas. Endi bundoq qarasalaringiz x o'qini kesish uchun hop hozirgi holatda shu jarayon amalga oshishi kerak. Shunda bizda javoblar orasidan S javobga to'g'ri kelyapti ko'rib turganlaringizdek. Endi Desmos ancha oson. Shuning uchun faqat buni Desmos deb yozib qo'yaman. Desmosda yana yozib ko'ringlar. 17-chi savolimiz ham ketdi. Endi 18-chi savolimizga ham e'tiborni qaratsin. 18-chi savolni qanday yechaman? Hop, 18-chi savolimizda dataset A va dataset B berilgan. Misol uchun dataset degani bizda ma'lumotlar to'plami, A va B ma'lumotlar to'plami berilgan.
pastida value degani qiymat. Qaranglar, misol uchun 4, 5, 6, 7, 10 gacha sonlar. Nuqtalar nima degan? Misol uchun nuqtalar necha marta takrorlangan? Mana 4 to'g'risi bir marta takrorlangan, demak bitta 4 bor degan ma'lumotlar to'plamida. 5 ta 3 ta nuqta kelgan, 3 marta 5 takrorlangan degan. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Hop, endi bizdan savolda nima degan? Which of the following degani quyidagilardan qaysi biri? Statements degani esa fikrlar. Quyidagi fikrlardan qaysi biri must be true? Ya'ni to'g'ri bo'lishi shart yoki to'g'ri bo'lishi zarur deyapti. Hop, quyidagi demak fikrlardan qaysi biri to'g'ri bo'lishi shart? Mana birinchi fikrda o'qiylik. Median of dataset A of deganining, demak mediani A'miz deyapti yoki A ma'lumotlar to'plamini medianasi. Birinchi fikrni tekshiraman hozir. Median ayimiz nima deyapti? Equal to the median of dataset B. Endi equal to degani teng. Aynan mediana A ni mediana B ga teng deyapti. Hozir buni tekshirishim kerak. Xo'p, endi qaranglar. Misol uchun nuqtalarni sanab chiqaylik. 1, 4, 3 ta keldi, yana 4 ta bo'ldi общий. Yana 4 ta 8 ta. Xo'p, 5 ta 13 ta, 17 ta, 20 ta, 21 ta. Xo'p, ya'ni bizda n'imiz 21 bo'lyapti. N teng 21 degani bizda aynan toq son. Qachonki ma'lumotlarimiz soni toq bo'lganda n plus 1 taqsim ikkinchi o'rindagi sonimiz yoki 21 plus 1 taqsim 2 bu degani 11 o'rindagi sonimiz bizda mediani bo'ladi. Faqat o'sish tartibida kelishi kerak. Mana e'tibor qaratinglar. Bitta sonimiz ketdi. Keyingi uchta sonimiz bilan to'rtta son ketdi общий. Keyingi to'rtta son jami 8ta son ketdi. Undan keyin mana 9-chi, 10-chi, 11-chi, 12-chi, 13-chi o'rindagi kelgan qiymatlarimiz 7 ga teng. Hop, uni ichidan biz qidirgan 11-chi o'rindagi ma'lumotimiz ham bor. Demak, mediana ayimiz bizda 7 ga teng bo'layotgan ekan. Mana qiymati 7. Endi B ga qaranglar. B da ham 21 ta son kelgan. Chunki pastda standart deviationlarni ham solishtirganda standart deviationlarni solishtirsa har doim bir xil keladi ma'lumotlarimiz. Hozir sanab ham ko'ramiz, bari 21 chiqadi. 2, 5, 9, 12, 16, 19, 21. Jam nuqtalar soni 21 ta ekan. Endi bunda ham 11 o'rindagi son bo'ladi. 11 o'rindagi sonimiz mediana, chunki 21 ta ma'lumot kelgan bunda ham. O'sish tartibidami? Ha, o'sish tartibida. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O'sish tartibida kelgan. Birinchi ikkita ma'lumotim, keyingi uchta ma'lumotim bilan jami 5 ta ma'lumot bo'ldi. Keyingi 4 ta ma'lumotim jami 9 ta ma'lumot bo'ldi. 10-chi, 11-chi, 12-chi o'rindagi ma'lumotlarim 7 ga teng bo'lyapti. Uni orasidan biz qidirgan aynan 11-chi o'rindagi sonimiz ham 7 ga teng bo'lgani uchun medianlarimiz A, B 7, 7 ikkalasi bir-biriga teng. To'g'rimi? O'shaning uchun birinchi fikrimiz to'g'ri. Endi ikkinchi fikrni tekshiraman. Ikkinchi fikrda standard deviation of dataset A is equal to degan nimaga teng ekan? Standard deviation of dataset B. Demak, bizda DA ni DB ga teng degan joyi bor. Ikkalasi tengmi? Albatta yo'q. Buni ochiqdan ochiq aytsam bo'ladi. Sababi nuqtalarimiz joylashuvi bir xil emas. Mana e'tibor qaratinglar. O'rtacha qiymatimizni 7 desalar, 7 bu yerda ko'proq kelgan, bu yerda kamroq, 4 bu yerda 2 ta kelgan, bu yerda bitta, 10 bu yerda 2 ta kelgan, bu yerda bitta, ish qilib ancha farqlanadi. O'rtada kelgan 7 bunda bittasida ko'p, bittasida kam. O'rtacha qiymatimizdan eng uzoqda joylashgan 4 va 10 sonlari ham bu yerda ko'proq kelgan. B ma'lumotlar to'plamida. Hop, o'shaning uchun standart deviationlarimiz teng emas. Faqatgina birinchi fikrimiz to'g'ri bo'ldi. Mana bir o'nlikni belgilayman yoki B javobga to'g'ri keldi hozirgi holatda. 18-chi savolimizda ham javobini ko'rib chiqdik. Agarda kimdadir muammo bo'lsa, bemalol savol so'rash mumkin. Hozir vaqt aynan. Savollar bo'lsa, bemalol so'rashlaringiz mumkin.
Hop, standart deviationimizni hop alohida dars o'tganmiz. Yana hozir qaranglar, alohida yana keyinroq ko'rib chiqamiz. Sizlarga hozir mana bunaqa narsa qilaman. Darsdan keyin standart deviationga oid 5 ta savolimiz bor. 5 ta savol deb boraman va o'shani maydalab tushuntirilgan holati bor. O'sha yerda standart deviation ma'nosi ham aytilib ketilgan. Bu standart deviation o'rtacha qiymatning o'zgarishi. Mana formulasi quyidagicha. Xo'p, aynan sizda x1 dan toki xngacha ma'lumotlar berilgan bo'lsa, birinchi navbatda uni o'rtacha qiymatini topasiz, ya'ni m yoki min deb belgilayman. O'rtacha qiymati barcha ma'lumotlarimizni yig'indisini topib, nechta ma'lumotimiz berilgan bu yerda n ta, o'shaning uchun n ga bo'laman. Xo'p, endi d ni yoki standart deviationni topmoqchi bo'lsam, qanday aniqlardim? Standart deviationimiz bizda nimaga teng bo'lardi? D qilib belgilagandik. Xo'p, birinchi ma'lumotni olasizda, undan o'rtacha qiymatni ayirasiz, kvadratga oshirasiz. Ikkinchi ma'lumotimizni olasizda, undan o'rtacha qiymatni ayirasiz va kvadratga oshirasiz. Va hokazo bizda n'inchi ma'lumotni olasizda, undan o'rtacha qiymatni ayirib kvadratga oshirasiz. Hozir bizda jami n ta ma'lumot berilgani uchun n ga bo'lib qo'yaman. Oxirida n ga bo'linadi, sababi n ta ma'lumot bor. Hop, o'rtacha qiymatimizdan, demak, ma'lumotlarni qanday o'zgarishini standart deviation orqali topsangiz bo'ladi. Misol uchun qaranglar. Mana bu yerda 4 ta bir xil son berilgan bo'lsa, standart deviationimiz nimaga teng bo'ladi? Sizlarga savol. Mana shu 4 ta sondan tashkil topgan ma'lumotlar to'plami uchun standart deviationimiz nimaga teng? O'zi standart deviation o'rtacha qiymatni o'zgarishi dedim. Shunga qarab bilsalaringiz ham bo'ladi nimaga tengligi. Hozir bizda o'rtacha qiymatimiz o'zgarganmi? Yo'q, albatta to'g'rimi? O'rtacha qiymatimiz o'zgarmagan. Chunki 0. Xo'p, bu yerda misol uchun men formulaga qo'yib tekshirsalaringiz ham bo'ladi. Mana bu yerdan o'rtacha qiymatimiz n'imiz 4. Mana birinchi ma'lumot o'rniga 4 boradi. Undan o'rtacha qiymat 4 ta ayirasiz. Ikkinchi ma'lumot o'rniga 4 boradi. Undan o'rtacha qiymatdan ayirasiz 4 ni. Ishqilib tepasi 0 bo'ladida. Xo'p, shuni ko'rsatishga oid savollarimiz bor. Standart deviation qaysida katta, qaysida kichkina, qachon o'zgaradi, qanday o'zgaradi? O'shunga oid 5 ta savolimiz bor. Darsdan keyin yuborib qo'yaman. Xo'p, bu 18-chi savolimiz edi. Endi 19-chi savolga ham o'tsam bo'ladi. Darsdan keyin yana bitta ko'ramiz. Hali bularni yana takrorlab chiqamiz standart deviationni. Qisqacha oldingi imtihonda tushgan savollar bilan. Yana darsdan keyingi aytgan narsamda hamma amalga oshirish kerak. U ustoz tashlayapti-ku, qilishim shart emas deb turib mana qilmanglar. E'tiborliroq, mas'uliyatliroq bo'lamiz albatta. Hammani menga mana shu jarayondagi mehnat kerak qaysidir ma'noda. Xo'p, navbatdagi savolimizga ham e'tiborni qaratsin. Navbatdagi savolni qanday yechamiz? Bu scatter plotga oid masalamiz. Mana birinchi gapni o'qimasalaringiz ham bo'ladi. Baribir scatter plot shows degani ko'rsatmoq, relationship degani esa bog'lanish, between degani orasida, aynan nima orasidagi bog'lanish, two variable degani ikkita noma'lum o'zgaruvchi. Bu x va y. And the line of best fit for the data is also shown. For degani uchun, data degani esa ma'lumot. Demak, hozirgi holatda ma'lumotimiz uchun line of best fitimiz is also shown. Is degani bo'lish, shown degani esa ko'rsatilgan. Endi qaranglarda, misol uchun line of best fitimiz nima edi? Line of best fitimiz bizda chiziq. Mana bu yerda Xo'p, qaranglar. Bu nuqtalar aynan haqiqiy qiymat deyiladi. Mana bu nuqtalarimiz yoki actual value. Ya'ni o'sha ma'lumotimizni haqiqiy qiymati nuqtalar. Xo'p, endi qaranglar. Bizda yana qiymati bor. Mana bu line of best fit deyiladi. Mana bu chizig'imiz belgilab qo'yaylik. Xo'p, bu chiziq orqali topilgan ma'lumotimiz bor. Ya'ni by line of best fit deydi. Line of best fit orqali yoki o'zini haqiqiy qiymati mana shu nuqtalar orqali topilgan qiymat hisoblanadi. Xo'p, endi line of best fitni qanday chizardik? Mana bu yerda misol uchun bunaqa chiza olmaysizlar. Mana bunaqa chiza olmaysizlar. Yoki taxminan mana bunaqa ham deylik. Bunaqa chiza olmaysizlar. Nimaga?
To'g'ri, mana bu yerdagi nuqtalar yaqinroq bo'ldi, lekin men shunday qilib chizishim kerak. Barcha nuqtalarga yaqin bo'lish kerak. Ya'ni hamma nuqtani hisobga olib o'shanga yaqinroq qilib chizishim kerak. Lekin bu yerda yaqin bo'lmayapti. Xo'p, endi savolda o'qiydigan bo'lsam, for how many data points degan. Misol uchun bizda for degani uchun how many degani esa nechta. Aynan nechta data point degani ma'lumot qiymati, aynan nechta ma'lumot qiymati uchun degan. Is actual va y value. Actual degani bizda haqiqiy y qiymati greater than the y value predicted by the line of best fit. Ya'ni greater than degani ga nisbatan ko'proq. Qaranglar, actual value degani uchun men hozirgi holatda nuqtalar orqali berilgan qiymatimiz. Nechtasida nuqtalar orqali berilgan qiymatim chizig'idan katta bo'lyapti mana. Bunaqa savollarda chiziqni tepasidagini olasizlar ishqilib. Mana e'tibor qaratinglar. Y qiymati chiziq tepasida katta bo'ladi mana. O'zini haqiqiy qiymati kattaroq. Chunki taxminan mana bu nuqtani oladigan bo'lsak, o'zini qiymatini 90 debdi. Mana bu chiziq orqali, mana bu chiziq orqali bir 87 mi, 88 ishqilib katta. Shunda nechta nuqta bo'lyapti? Chiziqning ustidagi 1, 2, 3, 4, 5. Demak, javob 5. Nechta nuqta uchun degan? 5 ta nuqta uchun. Agarda greater than o'rniga less than kelganda qaysi javob belgilardingiz? Hamma mana shu joyda o'zini fikrini qoldirsin. Agar menda greater than o'rniga less than kelganda qaysi javob belgilardim? Endi less than degani uchun boyagi haqiqiy qiymatidan pastroqda bo'lgan qidiryapman-da men. Nechtasi pastda? Misol uchun chizig'imiz orqali ko'rsatilgandim. Xo'p, hammaga rahmat. Endi bu yerda ko'rinib turibdi. Misol uchun hozir men chizig'ida pastidagi nechta nuqta borligini topsam bo'ladi mana. 1, 2, 3, 4. Demak, 4 ta qiymatimiz haqiqiy qiymatdan kamroq. Sababi haqiqiy qiymati mana bu nuqtalar orqali ko'rsatilgani, predicted esa chiziq orqali. Hozir endi bu yerda 5 bo'ladi javobi, chunki bizdan kattasini so'ragan. Ya'ni nuqtani chiziqdan kattasini so'ragan. Hop, actual desa nuqta orqali ko'rsatilgan, line of best fit desa chiziq orqali ko'rsatilgan. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak. Xo'p, 20-savolimizga ham e'tiborni qaratsa, mana 20-savolda qanday desam bo'ladi? RS, ST va TR tomonlarimiz berilgan. Xo'p, shu joyda yarimta narsani aytib o'tay. Ertalab darsimiz bor. Soat 5 da. Hammani kutaman. Yaxshi savollar ko'rib chiqamiz. Mana shuni ikkinchi modulni ko'ramiz. Hamma qatnashsin. Ikkinchi modulda o'zi imtihonni 100% yechganlar bir 4 dan 5 ta odam bor. Ko'pchilikda kamchilik bor ikkinchi modulda. O'sha kamchiliklarni to'g'rilab ko'rib chiqamiz. Hamma qatnashsin albatta. Ertalabki darsimizda ham. Ertaga soat 5 da bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda tomonlarni bergan. Sразу uchburchak chizib olay. Keyin qiyin bo'lmaydi-da, yozib ketishga misol uchun. Side lengths degani bizda tomon uzunliklari. Xo'p, uchburchagimizni chizdik. Nimani tomon uzunliklari haqida gap borgan? Of degani bizda ni. Endi right triangle degan ekan. Mayli, endi right triangle degani uchun to'g'ri burchakli uchburchak chizishim kerak. Xo'p, shunda mana bunaqa qilsam bo'lar ekan. R, S, T qilib belgilasam bo'ladi. R, S, T are given degan mana qaranglar. R, S, T bo'lsa bizda T erimiz katta rostdan ham gipotenuza bo'lyapti 520, S T'imiz 128, R S'imiz esa 504. Rostdan ham to'g'ri keldi, qaranglar. Chunki gipotenuza eng kattasi bo'libdi. Endi triangle RST, demak RST uchburchagimizda similar degani o'xshash. Aynan nimaga o'xshash bo'lyapti hozirgi holatda? Uchburchak U va W ga. Xo'p, where degani bizda bu yerda
hozirgi holatda demak s corresponds degani mos kelish. Aynan nimaga mos kelyapti? To degani bizda g, v va t burchaklarimizga, ya'ni v va t ga mos kelyapti. Corresponds to w. Ya'ni bu yerda nima demoqchi? S emas V ga mos kelar ekan. Corresponds degan mos kelish, to degan esa ga. Hozir yammit uchburchak chizsam, xuddi shunaqa bo'ladi. Misol uchun qaranglar. Yammit to'rtburchakli uchburchak chizay. Bu yerda buni RST degan bo'lsam, narigisi UVW. Mana UVW. Xo'p, misol S imizni o'rnida V kelyapti rostdan ham, T ni o'rnida W kelyapti. Endi sizlardan nimani so'ragan? What is degani bizda nima bo'lish? Aynan sizlardan tangens W ni qiymatini so'rayapti. Value degani qiymat. Xo'p, tangens W ni qiymatini qanday topsam bo'ladi? Boshqa tarafdan qaranglar. Hozir bizda burchak T imiz bilan burchak W imiz bir-biriga teng. O'z navbatida burchak T bilan burchak W bir-biriga teng bo'lgandan keyin tangens W bilan tangens T imiz bir-biriga teng bo'ladi. Chunki RST ni hozir S ni V ga mos keladi degan, T ni W ga ishqilib teng. Correspond degan mos kelish burchaklar teng bo'lyapti. Hozir men tangens T ni toping, tangens W bilan bir xil. Tangensni qoidasiga ko'ra o'zini qarshidagi katetni, ya'ni 504 ni hozirgi holatda nimaga nisbat bo'ladi? O'ziga yopishgan katetga yoki 128 ga. Shunda 504 ni 128 ga nisbati. Xo'p, buni 8 ga qisqartirsam 63 taqsim 16 qoladi. Endi qisqartirib yozdim. Shunda tangens T ni topganim baribir tangens W bilan teng. 63 taqsim 16 bizda to'g'ri bo'lyapti. Yoki D javob. Xo'p, 21-chi savolimizga ham ham e'tiborni qaratsin. 21-chi savolni qanday yechsam bo'ladi? 20-chi savolda ham to'liq ko'rib chiqdik. Endi 21-chi savolimizga ham e'tiborni qaratsin. Xo'p, bu yerda aynan fx funksiyamizni bergan. Function degani bizda aynan funksiya. Xo'p, hozirgi holatda f funksiyamiz is defined degan aniqlanadi. Aynan qanday aniqlanayotgan ekan? By degani bizda orqali. Demak, hozirgi holatda given equation degani berilgan tenglama. Mana yuqorida berilgan tenglama orqali aniqlanayotgan ekan. Hop, which of the following degani quyidagilardan qaysi biri equivalent form of f? Hop, ya'ni equivalent degani bizda teng, form degani esa ko'rinish. Hozirgi holatda aynan quyidagi teng ko'rinishlardan qaysi biri degan. Nimani teng ko'rinishi? Of degani bizda ning, f ni displays degani ko'rsatish. Aynan nimani ko'rsatishni xohlayapman hozirgi holatda? As a coefficient or base, as degani bizda kabi, coefficient kabi, or degani yoki base degani esa asos. Y koordinatasini of deganining aynan nimani y koordinatasini y intercept degani x teng 0 bo'lgan holatda of deganining graph of y teng fx in the xy plane. Xo'p, aynan x o'qida hozirgi holatda. Endi qaranglar, birinchi navbatda men x teng 0 bo'lgan holatni topishga harakat qilaman. X teng 0 bo'lganda qiymatini. Shunda x o'rniga 0 qo'ysam, y yoki fx imiz nimaga teng bo'ladi? 20 ko'paytirilgan 2 darajasida 0 plus 6 ko'paytirilgan 2 darajasida 0 ishqilib 26 bo'ladi. Endi qaranglar, mana shu y intersepti yoki x teng 0 bo'lgandagi qiymatni men aynan koeffitsient yoki base deyapman, ya'ni asos. Base degan asos. Bu nima degani? Agarda sizlarda y teng a ko'paytirilgan b darajasida x ko'rinishidagi funksiyamiz bo'lsa, a imiz bizda koeffitsient yoki konstanta bo'ladi. Oldida ko'payib kelgan narsasi. Xo'p, b imiz esa base bo'ladi. Hozirgi holatda men qiymatini topdim. 26 ga teng ekan. Aynan o'sha 26 ni oldida ko'payib kelgan bo'lishini xohlayapman, misol uchun. Mana 26 oldida ko'payib kelgan javobni olaman. Nimaga? Aynan biz hozirgi holatda hozirgi berilgan funksiyamizda y interseptini yoki x teng 0 bo'lgandagi qiymatini koeffitsient yoki base degan. Men koeffitsient bo'lib kelyapti, sababi oldida ko'payib kelgan narsa bizda koeffitsient deyilardi. O'shaning uchun 26 to'g'ri bo'ldi. Endi 26 oldida ko'payib kelgani to'g'ri bo'ladi-da.
Xo'p, hammaga to'liq tushunarli bo'ldimi? Hech kimda muammolar yo'qmi? Agarda muammo bo'lmasa, tasdiqlab yuboring, iltimos. Ishqilib, birinchi o'sha x o'rniga 0 qo'yib qiymatini topib, o'shani oldida ko'payib kelgan holat bizda yechim bo'ladi. Hali to'g'risi imtihonga ancha vaqtimiz bor. Xudo xohlasa buyog'iga 2 mahallik rejimni ham tatbiq qilyapmiz. Iloji boricha o'tib beraman darslarni qo'ldan kelgancha. Xo'p, hali ancha vaqt bor. Misol uchun 500 dan turib 750 gacha ko'targanlar ham bor. Bir oyda ichida 250 natija qilganlar bor. Faqat men aytgan narsani vaqtida qilinglar. Kundalik topshiriqlar berilgan payti o'shalarni birinchi navbatda ishlashga harakat qilinglar. Undan keyin yechimlarni ham yuboryapman. O'sha yechimlarni ham vaqtida qilib ketinglar. Maslahatim. Xo'p, demak, navbatdagisida in a set of three consecutive integers. In a set degani to'plam. Three consecutive integers degani uchta ketma-ket butun sonlar. Demak, hozirgi holatda uchta ketma-ket butun sonlarimiz where the integers are ordered from least to greatest. Xo'p, where degani bizda bu yerda, integers degani esa butun sonlar. Aynan butun sonlarimiz order degani tartiblangan. Xo'p, aynan qanday tartiblangan ekan hozirgi holatda? From least degani, from degani bizda dan, least degani esa eng kichik. Demak, hozirgi holatda eng kichikdan greatest degani eng kattasiga tartiblangan ekan. Endi bu yerda first integer is represented by x degan. Misol uchun first degani bizda birinchi, integer degani esa butun son. Demak, birinchi butun sonimiz represented degani ko'rsatilgan yoki ifodalangan. Aynan qanday ifodalangan ekan? Hozirgi holatda by x degan. By degani bizda orqali, x orqali ifodalangan ekan. Endi bu yerdan bilib olsam bo'ladi. 3 ta ketma-ket butun sonlar bo'lsa, x plus 1, x plus 2 hech qanaqa toq yoki juft degan joyi yo'q. Biz ko'proq shunaqa toq yoki juft ko'rardik. Hozir endi faqat oddiy butun sonlar degan. Xo'p, endi sum degani bizda yig'indi. Aynan nimani yig'indisi haqida gap boryapti? Of degani bizda ni. Hozir 4 bilan nimani yig'indisi? 4 va second. Second degan ikkinchi butun son. Demak, 4 ikkinchi butun sonimiz x plus 1 agar birinchisini x degan bo'lsa. 4 bilan x plus 1 ni yig'indisi nima bo'lyapti? Less than. E'tibor qaratinglar. Less than bo'lgani uchun mana orqasidan is less than degan. Xo'p, aynan less than bo'lgani uchun ga nisbatan kamroq. Aynan nimaga nisbatan kamroq bo'lyapti hozirgi holatda? Endi bu yoqda aytadi. Ga nisbatan kamroq yoki kichikroq. Product degani bizda ko'paytma. Aynan hozirgi holatda nimani ko'paytmasi? 17 va sort integer, ya'ni 3-butun sonni ko'paytmasi. Xo'p, bizda 17 va 3-butun sonimiz nima? 3-butun sonimiz x plus 2. O'shani ko'paytmasidan kichkina ekan. Endi which inequality represents this situation, ya'ni qaysi tenglamamiz ifodalaydi deyapti. Ko'rib turganlaringizdek hozirgi holatda B javobga to'g'ri keladi, adashmasam. To'g'rimi? B javobga to'g'ri keladi. Chunki 4 bilan aynan bizda ikkinchi o'sha butun sonimizni yig'indisi aynan ga nisbatan kichikroq 17 va 3-butun sonimiz ko'paytmasdan. Menimcha to'g'ri qilib yozdik. Xo'p, agarda hammaga to'liq tushunarli bo'lgan bo'lsa, tasdiqlab yuboringlar, iltimos. Ha, more than desa ga nisbatan ko'proq bo'ladi. Endi nima berganiga qarab aniqlaysizlarda. Xo'p, 21da yana qaytadan tushuntiraman. Qarang. Bu yerda aynan sizdan y intercept degan x teng 0 bo'lganda y qiymati. O'shaning uchun men mana bu yerda x o'rniga 0 qo'yib qiymat topib oldim.
O'sha x teng 0 bo'lgandagi qiymatimiz bizda aynan hozirgi holatda y bo'lyapti. Y qiymati 26 bo'lyapti. Endi 26 ni koeffitsiyenti yoki konstanta degani uchun oldida ko'payib kelgan joyini olaman. Chunki oldida ko'payib kelsa a bo'lardi. Mana misol uchun qaranglar, 26 oldida ko'payib kelgani bizda d javobi berilgan. Xuddi shu narsani bizda boshqacha ko'rinishda yozgan. Endi nima demoqchiman? Mana bu yozgan ifodasi ham yoki mana bu ham bu bilan bir xil bo'lishi mumkin. Lekin kelgan ko'rinish boshqacha. Ya'ni bizda 26 ni yoki o'sha y interseptimizni koeffitsient bo'lishini xohlayapman. Ya'ni oldida ko'payib kelgan bo'lishi kerak. Xo'p, oxirgisida bizda uchinchi butun son deganicha mana x plus 1 x plus 2. Shuning uchun 17 bilan uchinchi butun sonimiz 17 bilan x plus 2 ni ko'paytmasi to'g'ri bo'ldi. Xo'p, 15-chi savolda parallel bo'lgani uchun 15 emas 16 ekan. Uzr. Agar parallel desa m'larimiz bir-biriga teng bo'ladi. Misol uchun y teng mx plus b ko'rinishida ikkalasi ham berilgan bo'lsa, parallel bo'lsa m'larimiz bir-biriga teng bo'ladi. Perpendikulyar bo'lsa m'larimizni ko'paytmasi minus 1 ga teng bo'ladi. Ikkala holat. Bu yerda endi parallel degani uchun men bu yerda bittasini 36 da m. Ikkinchisiniki ham 36 ekanligini bildim. Faqat men bu yerda y o'rniga 36 qo'yib 36x plus b ko'rinishda yozib oldim. Xo'p, ertalab ham darsda qatnashinglar iloji boricha. Xo'p, hozircha shu. Hammaga rahmat.